Ma'naviy dunyo bo'g'inidek moddiy va dunyoviy foydalarmi bo'ladi. Hasadxo'rlikdan voz kechishning yo'li nada? Menimcha bu savolga chuqur javob bermaydi. Kichik Yusufimning aqliga biror narsa kelmayotdi, nima? Dada, hasadxo'r kishi bu dunyoning bir kun oxirlashganligini bilandigandi. Bergan javobing intayin to'g'ri. Hasadxo'r kishi bilish kerakki, dunyo bir fanidir va uningda aslo vafo yo'qdir. Hasadxo'r ham bu dunyoda ham yana bir dunyoda yaxshilik ko'rmas. Hasadxo'rlikdan hech foydaga erishamas. Na hasadxo'r, na hasad qilinuvchi bu dunyoda mangu yashayamaydi. Hasadxo'r buni yaxshi tushunsa, hasad qilib, qizg'anchiqlik qilib bu dunyoni do'zaxga aylantirmagan bo'ladi. Anisi yo'q bir yetim bolaga buncha bola amroq bo'lib ketish ketamdi. Deganing to'g'ri. Bizning onimiz biz bilan kar yo'q. Ajab shuning bilan bo'lib ketdi. Farika amam uniga yangi kiyimlar kiygizib, uni yaslab qo'yibdi. Yana taxi anamni uni qichqiga o'ltirg'izib, eng yaxshi yemaklarni beryapti. Garchi biz boyad yushirganda qismi dadimizning uni bizdan bak yaxshi ko'rganlik edi. Haqqin yemayli. Qarinishimiz Yusuf bak aqlli. Amchichan onun güzel yüzünü ko'rganlar hayron qoladi. Ota-onamiz asli hammamizga o'xshash ko'yish kerak edi. Lekin ular topganlarning hammasini Yusufga berib, Yusufni ko'yotdi. Yusufning baybig'ining cho'ngdadimiz Isoq payg'ambarning ekanligini ko'rdinglarmi? Ha? Bilha, Belbag'ning payg'ambarning belbig'i ekanligini, ham uning keyingi payg'ambarga qoladiganligini so'zildi. Ammo Farika ammam nimish uni Yusufga berdi? Buni hammam chuqur biladi. Akşamlık qo'ylarni qaytirib kelgach, ammamni so'rab baqayli. Bolalar, tash. Bir haqiqatimizni sinab baqamsizlar. Qani, chatoq yo'q. Yahuda yana boshladi. Kim yolg'onsa shu odamning varisi bo'ladi. Ha, qani. Yaxshi, g'ayrat qil. Az qoldi, keta. Yaxshi. Az qoldi. Ben bir sinap bakay. Sen götür bakalım sen. Bekle kırık. Az kaldı. Götür. Yaxşı. Bana getiremeden. Shunday ben. Farika amam öyle mi? Shundoq, ishlaringlar o'ngishlik bo'lsin. Qayerga? Salomat bo'ling Zulfay. Biz qo'ylarni ig'liq solib atdik. Farika amamdan bir og'iz gap so'ramoqchi edik. Shunga. Bizmi uningdan bir qancha savol so'rdik. Bu yerdan kelyapmiz. Xabarsizlar bo'lsanglar yaxshi bo'lmasmikin? Dadanglarmi shu yerda? Yusufni ziyorat qilg'ili ketdi. Bu ziyorat sizlarni xush qilamay qolarmikin? U yer nima ish bo'lgandi? Berib qarab baqayli. Yuringlar, qarab baqayli. Gördüңlarmi? Qandaqka? Dadimiz Yusufni bizni bek yaxshi ko'rdi. Bo'ldi qil. Ortiq so'z dema. Bizning kichik vaqtimizda dadimiz quchqiga kelib so'yatdi. Esonda yo'qmi? Bilha bilan Zulfay bu ishdan xabarsiz. Ular Farika amamning qishig'i bamanglar degan edi. Men ketdim. Sizlar qo'layim qol so'zlar ekansizlar. Merhaba dada. Merhaba dada. Merhaba balalarım. Yakup xonadonining yigitlariga salom bo'lsin. Xush kelibsizlar. Qachon qaytib keldinglar?
Uzun bo'lmadi. Hozir qaytib keldik. Qo'ylarni ig'liq sulab bo'lib, andan keyin qaytib keldik. Nima ishga keldinglar? Farik amamdan bir narsa sormoqchi edik. Qani so'ranglar. Qulg'um sizlarda. Bu mındaq gap. Bu belbağ çoğundadımız İshaq peygamberden şundaq mı? Şundaq. Lekin bu Yusuf için oyunçuqning o'rnida. To'g'risi, Yusufning bu narsalarni o'ynab, onasizlik azobini yengilitamikin deb o'ylagan edim. Ammo Bilha bu belbağning buruq payg'ambarning ekanligini, faqat bir payg'ambarga tayyor bo'lganligini aytgan edi. İshaq peygamberden keyinki peygamber manıman. Bu belbağ men üçün dadamning mirasi. Yusuf üçün bir oyunçuqdur xalas. Bilha va Zulfay Raila hayat vaqtidami uningga hasad qilatdi. O o'lib ketgandan keyin balalarga hasad qilyotdi. O ishlarni ko'p o'ylamanglar balalarim. Dada. Yahudaning aytishicha, siz Yusufni bizdan bekrak yaxshi ko'rgansiz. Dada, əmsi də pekne. Siz Yusuf'ni kögül kepsiz. Onu daim kuçuğunuzga elib alısız. Silami kichikçiğinlarda kuçuğumga elib söyetdim. Silami menden ayrılıp yaşsanlar, elbette kögülü bağan bolatdım. Men hemminglarni yaxshi ko'raman ve bundaq sözlerini anlaşını xalamayman. Ketayli. Men silani ailenin erkekleri ve çoğu yardımcılarım deb qaraydım. Amma sizlar özünglarni kichik ve aciz bir balı bilen seliştirivatsizlar. Allah'a emanet balam. Farigahımma, dadamning meni sevmasligini dadamga aytsangiz. Nemishqa? Chunki qarindoshlarim bekli parishon bo'ladi ekan. Ko'nglimning azizi, sen onu söygüs ko'rmiding. Dada söygüsdimmi? Mehrim qolmoqchimisan? Yusuf! Neredesin balam? Bırak onundan. Ben seni burada vatımen. Bu yoq kel balam. Kaçma. Çoğluğum kara bu balın. Toxta. Yusuf. Çok sıkma balam. Çıkıp gitsen. Yürü balam, gideyim. Yusuf! Kila kozak, ben seni tutardım. Yusuf! Bu yakka oğlum. Yusuf! Oldu yürüme, çıkılıp gitsen. Mana sonu bu yer koygun. Hem de pakiz buldum. Appa kozam. Şuyup olduk. Hem de yaxşı bo'ldi. Hemmeyle mükvasun. Tez bulanla. Hemmeyle müküp oldu mu? Ulanın tapkanı kadar taşlarını birbiriga urumen. Urdum emse.
Sizlar nerede? Qani sizlar? Mana seni tepib oldim. Seni topdim. Soben seni tepib oldim. Yusuf nerede? Oldurmay turunglar, ağzını tepib olman. Ha, seni mi tepib oldim? Soben Yusuf'ni topamadım. Yusuf! Yusuf! Yusuf, neymi oldun? Yusuf! Yusuf! Bu yok çıkın! Yusuf! 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 Ne ketkendi? Yusuf, ne kettin? Yusuf! Duyadım yok ki. Yusuf, uyun tüyde bu yak çıkın. Tüz bul. Tüz bul. Ne ketkendi? Qandaq qilamiz endi? Qayerga ketkendi? Farika amanayna ketganmidi? Ya tüz bulinglar, izlab boqaylik. Yusuf? Yusuf! Basima, Yusufni ko'rdingizmi? Nima ish bo'ldi? Yusuf yanimga kelmadi. Yusuf yo'qolib ketdi. Nima bo'ldi? Yusuf Yo'qolib ketdimi? Ne ketgan chig'inglarda yo'qolib ketdi. Bila o'ynamaganmidinglar? mökib oldi. Ammo biz uni topolmadik. Hamma yerga qardinglarmi? Yuringlar, yana izlab boqaylik. Tez bo'linglar. Menga qarindishimning omonati edi. Kelinglar. Nerede o'ynaganinglarni ko'rsanglar menga. Yusuf! Yusuf! Nerede sen oğlum? Yusuf! Oğlum nerede sen? Bu yakacak Yusuf! 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 Qayerga ketgandi o? Men endi qanday qilay? Qaysi toshqa beshimni uray? Yusuf! Yusuf! Yok. Bu yerdimi yok? Yusuf! Men bir qanday qilay? Qaysi toshqa beshimni uray? Yusuf! Yusuf! Menga la'nat bo'lsin. Yusuf! Yusuf! Quduq uchib ketgan bo'lmasa yana. Yusuf! Yusuf!
أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين Yusuf neylik oldu? Yusuf! Yusuf! Bu yok çıkın! Yusuf! Yusuf! Uyum tüydü bu yok çıkın! Tuz bula! Ketkendi. Tuz bul! Ne kettin? Yusuf! Uyadım Yusuf! Yusuf! Esime! Yusuf'ni gördünüz mü? Yusuf oldu. Yusuf yanımda kendine de. Yusuf yo'qolib ketdi. Ne oldu? Yusuf! Yo'qolib ketdimi? Yusuf balam, ne yo'qolib ketgansan? Voy jinim balam, ne ketgansan? Quduq chiqib ketgan bo'lmasin yana? Yusuf! Quduq tushgan chog'dagi ovozni oldinglarmi? Yo'q, olmadim. Biroz sabr qiling amma. Nagini ko'rgan bo'lsa cho'qim chiqadi. Amiz nimish chiqmaydi. Nega ketgandi? Nimishqa bu yerda yig'laysizlar? Yusufga nima qildinglar? Aytinglarchi. O'zini tutib ol. Jiddiylashma. Jigina nima ish bo'ldi? Uyda har kundagi o'xshash ishlar bilan oldirashdim. Ular o'ynayotdi. Birdan Yusufni chaqirganligini angladim. So'rasam, Yusuf yo'qolib ketdi deydi. Nimaga qarab baqdingmi? Qaradik. Yusufni mushunda qo'g'damsiz?
Onu musunlaq bakamsiz? Nemisqa diqqat qilmadingiz? Bo'ldi qil. Uning qayerdaligini izlayli. Uyning qorong'u yerlariga qarab baqdingizmi? Ha, qaradim. Yusuf oğlum, aqlliq bir bola. Yusuf. O'zini topolmag'idek bir yerga ushurnib olgan bo'lishimi? Masalan, Tonor. Uyning o'g'zisi degandek. Allah şükür. Yusuf. O uxlab qapti. Yusuf, kel oğlum. Merhaba dada. Kele balam. Merhaba, ko'nglimning azizi. Hammasının bir tanesi. Yurgim ağzımı tıkılıp kaldı. O yerda nemi qaldın? Tonlarının içine nemisqa kirdin? Oynavat ettik. Kırındaşlarım beni tapamısın dep tonurun içine mükvahan edim. Harika. Yusuf'un gözünü üzmesligin kerak. Yusuf tonlarının içinde bo'lmagan bo'lsa qandaqmi qilatdiq? Qayrindishim Railaga bolalarimga yaxshi qarayman deb va'da bergandim. Bundan keyin uni birdanmi ko'zimdan ayirmayman. Yura. Ben yüzsüz yaşayamayman. Herkes yaşayamayman. Meni bunchilik azoblama. Yaşangan yalğız ayal bo'lsammi, sana yalvuray. Yo'q. Bu oxirgi qarorim. Ben sana va'da beray. İlgirkidim yaxshi qarayman. Gapning to'g'risi Farika. Yusufning bu yerdan ayrilishiga men bardoshlik beramayman. Eng yaxshisi mush yerda qolsin. Bana bir qatim fursat berishingni umid qilaman. Faqat bir qatim. Farika. O'zing bilasan. Yusuf odatki bir bola emas. Yusuf to'g'risida yana ko'p so'zlashni xohlamayman. Undaq bo'lsa, Yusuf bir qancha kun yonimda qolsin. Onunga bo'lgan sevgimni bir az bo'lsa-mu azaytay. Sana yalvuray. Sizga oxirgi so'zimizni aytdik. Laya. Fakat bir qancha kunlar. Bildingmi? Faqatli bir qancha kun. Faqatli bir qancha kun. O'z qo'lim bilan yonimga akilishga va'da beray. Ketaylik qo'zam. Senden minnettarman Laya. Senden minnettarman qarindishim. Sana ko'p rahmat. Allah yordam qilsin.
Daha uxlamadınız mı hamma? Sen uxlavergin. Mening uykum kelmedi. Ah, ah. Uygandın mı kozam? Siz tanksa her güç uxlamadınız mı? Her kıtım uyganğınımda uygaq durğunuňyzdy ködüm. Kolumdan kelmegen ruhimning huzuri, közümden uykumni kaçırdı. Şuna uxlayamadım. Mening bu yerden ketkim yok. Sizden ayrılışni xalamayman. Sizni bek yaxşı görümen hamma. Öyge ketmesem siz çıqqandaq bola. Meni haqiqatan yaxshi ko'ramsan kozam? Anam rahilerge oxşaşlı yaxşı görümen. Hammam layyağımı amraq. Biroq o mağa yaxşı qaragancha qarindaşlarım mağa əsat qiladi ekan. Akıllı kozam. Demek mening yanımda qilishni xohlaysan shundaqmi? Seni bu yerda ep qilish uchun kallama g'alati bir xiyol keldi, ammo sen menga yordam qilishing kerak. Tur kozam, endi dadamning yoniga borayli. Merhaba Salam dada. amma. Salam amma. Salam oğlum. Amanetingni saq salomat akeldim. Salam Farika hamma. Assalom qizlarim. Uni bir qancha kun ep qalmoqchi edingiz-ku. Men bo'ldi. Yusuf, xush kelding o'g'lim. Amanatni qaytirish kerak. Qancha erkin bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Memnun bo'lmagan bo'lsang, qaytirib akitay. Yo'q. Uni qaytirib akagining uchun sana minnatdorman. Bir mezgil bo'lsa-mu, uningga yaxshi qaradim. Rahmat sana. Yusuf, bana oynayli. Bağın oğlum. Allah amanat qarindishim. Allah emanet verilmiş. Hoş amma. Yusuf bilan qarindoshlari o'tirsida nima farq bor? Nemish uni bunchola qadrlaydi? Bu nihoyatda aniq. Yaqub va qarindoshi Farika Yusufni intayin yaxshi ko'radi. Shunlashqa qadrlaydi. Rasima? Rasima? Ha, hamma. Dadam İshaq payg'ambarning ballig'i yo'qtirdi. Ko'rdingmi? Ko'rmadim. Men bilmam. Atrofdagilarga xabar yetkazishim kerak. Yura qizim. Diqqat qiling deyman. Ma'qul. Sakla Yahuda. Selamı tez bulunla. Avaylang. Ne oldu kardeşim? Basima, men bo'ldi.
Sağ peygamberning belbag'i yo'qolib ketibdi. Hammani izdidinglarmi? İzledik. Dadimiz İshak'ның yadigarı edi. Ko'nglim bek yerim bo'ldi. Belvağını Yusuf'tan elip yoshirib qo'ygandim. Yaxshiroq izdanglar, cho'qim topa olaysizlar. Hammani izladik, hamma kishidan so'rdik. Lekin topolmadik. Qachon yo'qolib ketdi? Men nim bilay. Yusuf'ni qaytirib akib bergandan beri belvağını ko'rmadim shu. Aranlarda belbağını ko'rganlar bormi? Yusuf qaytib kelishdan ilgari balki uni biror yerga qo'yib qo'ygandi. Belkim Yusuf o belvaqqa amroq bo'g'ashqa ep qo'yganmi deya Yaqub. O'g'irladi demoqchimisan? Uni o'ziga tava yoki menga bervatdi deb o'yladimikin? Ammo meningcha undaq emas. Men o belvaqni tepish uchun har kimni, har yerlarni izlayman. Bu belvaqni topmaguncha ko'nglim orom topmaydi. U belbağını Yusuf'a qatdi ekan. Yo'qolib ketsa biz bilan nima munosabati? Bo'ladi amsa. Men avval Yusufning usti beshini izlab boqay. Ruxsat qilamsizlar? Mayli ixtiyorim, ammo men tushunmadim. Bu hiylang odamni beorom qiladi ekan. Eylimi? Nima hiyla? Ey xaloyiq, men belvaqni yo'qitib qo'ydim. İzlab topmoqchi bo'lganim sizlarchi eylimi? Qani so'zlab yiqinglar. Bo'ldi, suran selilama. Aqtur, hammasini aqtur. Belvaq mana. Qandoq? Mening deganim to'g'rimikan? Mana belvaq. Yusuf, nimasiga bunday qilgansan? Yusuf bundaq chiqib yurmaydi. Faqat o'g'irlik qildi shu. Kenan xalqi. Ko'rdinglarmi? Mana belvaq o'g'risini tutdim. Bo'ldi qig'im. Nimancha to'la gap qilasan? Yetkasanli bo'lmadimi? Bu ish uncha oson tugamaydi qarindishim. Kenan diyorining o'rib odati nihoyat aniq. Butun insonlar biladiki, tutilgan o'g'ri mol egasiga 4 yil qul bo'ladi. Buni bu yerdagilarning hammasi biladi. O'g'rini cho'qim jazolash kerak. Yusufning qul bo'lmagan yer qolgan aslida. Hammamiz Kenan diyorining qoidalarini obdan bilamiz. Lekin Yusufni har holda qul qilib yurmasdan. Bu ishda ko'zingning yeshi qaramayman. Bu qoidani bilmagan bo'lsang, bu boshqa gap. Buning degidek boshqa ish yo'q. Bo'ldi bas Farika. Men bu qoidalarga ishonmayman. Yusufni sizga qul qilib bermayman. Sizlar Allohning elchisining oilasi bo'lgandikan, xalqning urf-odatiga hurmat qilsanglar, boshqa kishilardan nimani kutgudi bo'lsin. Lekin Yusufda kichik bola. Uni qandoqsiga qul qilib beramiz? Bularning qoidasi cho'ng kichik hammalarga o'xshash. Shunga biz hurmat qilmasak bo'lmaydi. Menimcha cho'qim bu ishda bir chatoq bor. Ammo tilim tutuq. Bu so'zingdan voz kechmasang, sening bu orzuyingga bo'ysunishga majburman. Men melimning o'g'risini tutdim. Uni afu qilmayman. Ammo Alloh va uning payg'ambari meni jazolamasin va kechirsin. Mangayli Yusuf, bugundan boshlab 4 yilgacha mening qulim bo'lasan. Ularni qilgan ishiga qara. Uni shuncha yaxshi ko'rib ketgan bilan natija o'ylamagan yerdan chiqdi mana. Bolalar ba'zida mushundaq ishlarni qilib qo'ydi. Uni o'g'irlik deb ketganim bo'lmaydi. Nimasiga qarshilik bildirmaysiz? Farika uningga mendek yaxshi qaramaydi. Yusuf ko'rinishda o'g'irlik qilgandek ko'ringani bilan ishning tegi undaq emas. Ansirma. Uning joyi yaxshi joy.
Mening azizim, bugundan boshlab sen mening xo'jayinim, men sening quling. Sen qarindishimning varisi, ham qabilemizga yo'l ko'rsatkichi nursan. Aslida bu balvoq sangli tava bo'lgan miros. Bu sening haqqingdir. Bu balvoq albatta seningda. Yusuf. Şükür vatan sen oğlum. Mening ozroq ishim bor. Keyincha senga yordamchi. Selam dada. Salam sana, ko'nglimning azizi. Allah'ın peygamberi meni keçirer mi? Meni öl başlar mı? Asli bunda qilmagan bo'lsang, seni kechirmagan bo'ladi. Sen her ishni o'z yo'li bilan qilding. Bu qilish peygamberlarga xosdir. Ummadim, meni kechir qarindishim. Seni kechirmagidek bir gunoh ko'rmadik. Ham kelishkimi qarzdor emassan. Yusufning zo'rlishi bilan keldik. Ko'rgan tushini sana so'zligisi bor ekan. Şüphesizki ko'rgan tush boshdan oxiri yaxshilikdan bishoratdir. Yusufning tushida yomon ruhlar yo'l topolmas. Eyda, o'g'lim. Nima ko'rding? Shunda qarindoshlarim bilan biladalik beribdimiz. Kuchli shamol chiqyapti. Bek kuchlik. Ben bunun alaydı birer tabiri bor deb aytamayman. Mo'ljallash uchun bir oz vaqt ketdi. Balkim aqlimga biror narsalar qolar. Shuning ta'biri nima bo'lg'aydi? Yakup köpçükning orasida bir narsa demedi. Tushunmadingmi? Tushning ta'biri Yusufning qarindoshlaridan texim ustun ekanligida. Bek sodda dersan. Tushning ta'biri balalar uchun nihoyat aniq. Yaram bo'lganligi chiroyidan chiqib turibdi.
kalısıda kalan yaman tesirlerini öçürüp etişkidir. Yusuf, köpçülüknün içinde düşünü geri gedi. Bir az yemeklik ve hormu tayarla, sel durup onun yanılı var. Kela oğlum. Senin için oyluğallarım çok ciddi. Mübarek olsun, kelgüsüde uluğlukka ve âli mertelik igi olsun. Yarındaşlarım senin buyruğunu bulun. Dadam kısaq peygamber, neslimizden bir qancha peygamber çıkışı için bana dua kıl. Her vakit bu ilahi vazifenin ödüsünü çıqalaydigan varisinin kim ekanligini bilish arzusu. Ümidim sen mening yo'limni davomlashtirolg'ideksan. Allah seni bütün yamanlıklardan saklasın oğlum. Belki sen bizim fitkimizdirsen oğlum. Dada, peygamberlik degen nime? Yemeklik ve kiyimlerini tayarla. Peygamberler Allah'ın insanlığa evetken elçisi. İnsanlığa Allah'ın yolunu, tutuluş ve mükemmellik yolunu gösteriyor. Şunun haberini hiç kim bir söz verdi. Olup mu kıyırdaşlarım? Dada, nimişka? Eğer kıyırdaşlarım dep verse, ulanın haset otları tehmi küçüyüp gidip, hem sana düşman akıl. Meni ensirtip koydun kardeşim. Endi Yusuf'ni hergiz mi yenimden ayırmayman. Ruhsat kılsan, Yusuf'ni elip öyle qaytay. Ama gözlerini yok Allah size. Allah'a emanet dada. Hoş oğlum. Onu yalnız taşlap koyma. Dikkat ben o. Keşti öyle qaytkan çağında onu yanıyanınga aykilemen. Uzun boldu. Hadi bakkılı çıkmadı. Keşte ula bilen bilirler. Balalarımız sizin özgürlüğü boğan söylediğinizden azap ketkenligini deyişatıdı. Ensirme. Ula keyince düşünüp kalın. Yusuf bilen dünyanın bozsa, Yakup başka balalarga köngül bölmeydi. Allah'a Yolunuz açık olsun. Biz özümüzün tabıqına aş kelgandik. Siz nimishqa avar boldunuz? Mening ballarımni sığınışqa haqqım yo'qmi o'g'lim? Ba'zi kunlari vaqtni ular bilan birga o'tkazsam bo'lmamdiki? Kelishingizdan boshqa hech qanday narsa bizni suyundirmaydi dada. Siz kelishdan burun motam tutgandek edik. Hech kimning kulgidek holi yo'q edi. Nemishqa bunday qilasiz? Bilamsiz dada. Sizning bizga bo'lgan mehr muhabbatingiz ozlab ketdi deb o'ylaymiz. Qarindishimiz Yusufga bizni bakrak ko'ngil bo'lyapsiz. Ammo men Yusufni sizlar uchun Farika hammasiga avatdim. Buni tushunmadinglar. Onanglar sizlarga qaraganda uningga bak ko'ngil bo'lganligi uchun shunday qildi. Farika hammamizmi uningga bak amroq. Eng yaxshi kiyimlarni uningga kiydirib, eng yaxshi yemekliklarni uningga yegizdi. Amaliyotda sizlarmi buningga haqli? Lekin sizlarmi haq berishinglar kerak. Uningga shunday muomala qilishimiz kerakki, onasi yo'q ekanligini hargiz his qilib qolmasin.
Dada, ama Yusuf'un köygen düşü bizni bekle ensirtip koydu. Biz ailenin küçük erkekleri, eğir mesuliyet hem vazife bizim zımımızda. Şundak durup Yusuf, sizin ızbasarınız bu kalam. Bu düşünün başka işlerimi var. Yusuf, hasısının köklegenini ve asanlarının onun sayesinde kağallığını sözlümedi mi kaldı? Bana bu, Yusuf'un bütün kıyırındaşlarını yaxşı gördü kallığını. Hem Yusuf'un her kimge nispeten şefkatlik, sehi, hem mehriban işgalligini düşendirdi. Shundoq. Tushunishimcha, bu tush bizning aytganimizdan boshqacha ta'birlandi ekan. Dada, ben anca düşünemedim. Yani Yusuf sizin ızbasarınız bulamdı demekçi mi? Benim ızbasarımni Allah belgileydi. Sizlerinin aranladın en yaxşısını tanlaydı. Sizler artık bağını sebep izlemen. Yusuf bilen Bunyamin sizlerinin düşmanınla emez. Belki kıyırındaşlarınla. Xuddi men sizlarni yaxshi ko'rganga o'xshash, sizlarni bir-biringlarni yaxshi ko'ring. Allohmi davomli sizlarni yaxshi ko'rsin. Ailemizning cho'nglari va tayanchilarim sizlar. Sizlarga butun qalbim bilan ishoniman. Sizlar bo'g'ashqilar, men hech nimadan qayg'urmayman bolam. Sizlar jasur va kuchli avlodlarim. Dadimizni ranjitganimiz uchun afv so'raymiz. Böre, Levi, Şamon, Naftali, Böre, Böre koyga etilik atıdı. Bunu nereden geldinler? Onu biz öldürdük. Koylarımızga etiligini basırıp verip onu öldürüp ettik. Ama bilemsizler, sizlerge bizden yetkizişi mümkün edi. Xotirjam bo'ling, biz ishni bo'lmaymiz. Allah sizlerdek korkmaz balalarının akıbetini hayırlı kılsın. Siz ularga yardım kıldınız mı? Bana Böre bilen el işkidek fırsatını kaldırmaptı. Karısam, Böre'nin micigini çıkırıp etipti. Dadimiz bilan paranglashib atdik. Qarasak, qo'ylar tuyuqsizlar taraf-tarafga qechishga boshladi. Şundak yuğan bir Böre koylağı etildi. Biz mi onun aytildik? Bu xatarlik ish. Qandaqsiga bunda qildinglar? Ular bizga qancha aytilgancha, biz mi ularga qarab aytildik. Bizim açığımızda kulumuzga neymi çıksa şunu bile vurduk. Taş bilen, kaltak bilen, hası bilen, emmesiyle vurup öldürüp ettik. Beşiği kaltak bilen, şunda kiliştirip birini koyup edim. Tint atmayla can verdi. O bizga vahshiylarcha aytilib keldi. Agar qo'rqqan bo'lsak, bizni o'ldirib ketdi. Koşki, men meninglarda bo'lgan bo'lsam, dada, men bu qarindoshlarım bilan birga dalaga chiqsam bo'lamdi. Yo'q o'g'lim, sen bundaq ishlarga kichik. Cho'ng bo'lganda andin boralaysan. Tamig'ingni ye. Shamun, Levi, Yahuda, bu yoqqa chiqinglar, qo'ylarni eg'izini solib o'taylik. Men mi boraymi dada? Baramsan. Bo'pti, bor. Qo'ylarni solanglar. İştlarga yemeklik berishni unutib qolmanglar. Dadam dalada Yusufning ko'rgan tushini nemishqa Yusufning ustunligi deb qaraysizlar. Yusufning tushi sizlarga bo'lgan mehr muhabbatini ifodalaydi dedi. Shundaqmi? U hammalarni yaxshi ko'radi ekan. Yusuf haqiqatan hammamizni yaxshi ko'rdi. Sevgisini ifodalash uchun tush ko'rishning hojati yo'q edi.
Çüş kelgüsüden bisharat berdi. Yusufning rahbar bo'lganligi ustunlikni ifodalaydi. Dadanglar sizlarni ahmoq qilibdi. Ishonmanglar. Dadanglar sizlarni jim uqtirmoqchi bo'pti. Bilha agar bu tush reallikqa aylansa, Yusufning rahbar bo'lganligini va ustunlik egi bo'lganligini aytdi. Ammo biz Yusuf bilan birga o'ynab cho'ng bo'ldik. Uning bilan nihoyat yaxshi tatdiq. O degan sizlarning dadanglar bolalarining bir-biriga o'ch adovat saqlashni xohlamaydi. Har kimning o'zini Yusufga o'xshash yaxshi ko'rishini orzu qiladi. Amma. Amma, kim bu amma? Amma. Ha? Amma. Basima, Basima. Ne oldu Yusuf? Ne oldu? Siz bir adamı haber kızım. Siz bu. Allah'ın peygamberi. Farika annenin ahvali yaxşı emas. Tez bulun, tez bulun. Yardım kılın. Teştikmi dada? Farika ammamning ahvoli faqat yaxshi emas. Farika. Farika. Nim bo'lding qarindishim? Benim vaktim az kaldı qarindishim. Sen nereden bilirsen? Ahvalın yaxşı idi o. Nim bo'ldi sana? Ha? Sen farkı var. Vaktimning az qolganligini bilaman. Birer telep yoki doğru topayli. Onunğa yardım qilin. Tünügünden beri vaktim qolmaganligini bilgandim. Sözlerimge kulak sağının kupaya. Asli senin halini tünügün öydün qaytqan çağındılar. Bilişim geri gidi qarindishim. Köp dünyarım yok. Nemi bolsa hemmisini Yusuf kaldırman. Hem onun da keçirim sorayman. Silahımı meni abu kılınla. Ben 4 yıldan beri hile bilen Yusuf'ni yanımda ep kaldım. Onu oğrıda hakaretledim. Allah beni keçirsin. Silahımı beni keçirinla. Yusuf oğru emas. Onun beligi belbağını men bağlıgan. Men kıgan edim. Bunu bilettik. Özünü ayıplamagin. Bunu hemmeylenge
Aytib qo'yinglar. Yusuf hech qachon o'g'irlik qilmagan. Bo'ldi, o'zingni tutib olgin. Sen bilan yolg'iz paranglashqin bor qerinishim. Yusuf, Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Bazılar üçün rahmet ve bereket, bazılar üçün yo'qotishga sebep oldu. Hasadxo'rlik, o'ch adovat bishoratini ko'rdim. Yusufga diqqat qil. O payg'ambarlik yo'lini davomlashtirdi. Onu birdammo yolg'iz qo'yma. Onu yengingdan ayırma. Yanında uxlasin. Onu yolg'iz bir ayaga avatmagin. Farika. Allah'ın rahmeti senin bilen bo'lsin qarindishim. Allah sana rahmet qilsin qarindishim. Salimimni anımız Rafiqaga, dadımız Sakı yetkizgin, Rahilagimi salam etkin, çoğun dadımız İbrahim'gimi salam etkin. Yüzünlani fakat Allah kılı qartınla. Fakat onun kılı sığınanla. Nimige ihtiyaclık bolsanla. Allah'tın tilanla. Başqaları acizdir. Hemmegi qadir bolgan birli Allah'tır. Başqaları qalblarning sirlarini bilmaydi. Amma hemmedin xabardor bolgan birli yigani Allah'tır. Yordam talab qilsanglar, u sizlarga yordam qiladi. Qo'g'dashni talab qilsanglar, u sizlarni qo'g'daydi. Agar ne'mat talab qilsanglar, osmon va zaminning xazinalari uning qo'lida. Agar nasihat talab qilsanglar, u sizlarga nasihat qiladi. Başqalardan talab qilganinglarning hammasi shu Allohning ilkida. Uningdan boshqasiga qo'l ochganlarning holiga voy. Va'da qilingan kunda
adil muamele kılınsa, nurgulluğun kişiler hesabını berenmeydi. Eğer Allah mazlumlarının koludun tutsa, bir muncu hükümdarlar mağlup boladı. Ve eğer isyan kıgallar naçar emellerini köse, közlerinden muncak yaşlığa akıdı. Sizler şu gün üçün uzuqluq tayarlanlar ve her kitanlarını tüzütünler. Farika bizden burun ketdi. Hiç şüphesiz ki hemmimiz oxşaş yolunun yolcusu biz. Kelinlar. Farika'nın ruhu için dua kılaylı. Ey Rabbim, Farika'nın ruhini salihlarının ve söygen kullarının arası da yukarı kütəgin.